Misol chiqyapti Octagon Liga jang beryapti, bittasini ovostilar ketdiki 100 tas shunaqa qilib chiqyapti-da, уже Instagramga odamlar kirgisi ham kelmayapti. Mana shunaqa bo'lib ketganda. Va norozilikligi sabab bo'lyapti. Misol uchun bittasi chiqadi konsertida aytadi, bittasi chiqadi to'yda aytadi. Misol uchun har xil holatlar bo'lyapti-da. Uni mana shu media jangchilarni bachkanlashib ketayotgani norozilikligi sabab bo'lyaptimi mana shu Octagonni anaqa yomonlashligiga yoki? Endi nima desam bo'ladi? Hamma narsa yo'q, har bir inson ideal emas-da. Misol hammada kamchilik bor. Mana shu kamchiliklarni to'g'rilaymiz xudo xolasa. Mana shu media jang, mana bu jang ber, yo'q, bu unaqa narsalar bo'ldi, boshqa bo'lmaydi. To есть Octagon Liga jang ber deb chiqqanlarga umuman hech qanaqa jang yo'q. O'sha sразу aytaman. Kim Octagon Liga menga jang bering yoki uni bering, buni bering, hech narsa yo'q. Zo'rmi? Yaxshimi? Ularni qo'ynayapti-da. Kerak emas unaqa narsa. To'g'ri, bular qildi, o'tdi, bo'ldi. Endi buni orqaga qaytarib bo'lmaydi aka, bu xatolik, to'ppa-to'g'ri aytasiz. Menga ham bu narsa yoqmaydi. MMAchi desa odamlar nima deydi? Bitta o'zgarish kerak. MMAchi keldi deb. Unda o'zini yo'qotish kerak-da. Hozir MMAchi desa kulyapti odamlar. Bu narsa bo'lish kerak emas. Men ham shu tarafdorman aka. Lekin bundan buyog'i shuni harakat qilamiz, u jang ber yo video qil, qayerdadir o'zingni ko'rsat, birortasiga jang berilmaydi. Aka, men shu yerdaman, O'zbekistonlik birorta shu o'zini ko'rsatib PR qilgan jangchiga kerak emas video qilgan bolalarga bo'y berilmaydi.